شجر حلو الأغصان يتدلى منها ثمر كقناديل الإيمان. Dadajon, Qur'onni yaxshi yodlaganim uchun ustozim menga mukofot berdilar. Mashaalloh. Qaysi surani yodlading? Qul a'udhu bi robbin nas surasini. Qo'yaqilli, bu sura Nos deb ataladi. Buni bilaman, lekin dadajonimga tushuntirish uchun shunday dedi. Sora qizim, akangni hijolat qilma. Akang bugun yaxshi o'qigani uchun ustozi unga hadya beribdi. Nima berdi? Qani nima berdi? Menga bu diskni berdilar. Unda men bilan ustozimning tilovatlari bor. Yana shahodatnoma ham berdilar. Lekin menga bir gap aytdilar, men uni yaxshi tushuna olmadim. Qanday gap ekan u? Alloh seni barcha yomonliklardan asrasin dedilar. Dadajon, bu yaxshi gapmi? O'tiringlar. Buni taomlanib olganimizdan keyin sizlarga sharhlab beraman. Mashaalloh. Barakalla Saud, tabriklayman. Muborak bo'lsin. Qizim Sora, menga qarashib yuborasanmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Allohim, bizga bergan bu taomga o'zing baraka ber va bizni do'zaxdan saqla. Bismillah. Saud o'g'lim, muborak bo'lsin. Sen sovg'aga loyiqsan. Rahmat sizga oyijon. Men Nos surasini hammasini yodlab oldim. Surani ismi shunday edi-ya. Ha, bolajonim, ismi Nos surasi. Dadajon, haligi akamning ustozi aytgan gapni aytib beraman degandingiz. Hali ham aytib bermadingiz. Ovqatlarni bo'lib aytib beraman qizalog'im. Akajon, tezroq yeb olsak, ma'nosini tezroq bilib olamiz. Ovqatni sekin, shoshmay yaxshilab chaynab yenglar. Dadangiz ovqatlanib bo'lganingizdan keyin hammasini aytib beradilar. Men olaman. Ay! Saud kim ekan? Dadajon, Xolid amaki kim ekanlar? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz? Ha, yodimda. Vaqtida o'sha yerda bo'laman inshaalloh. Hozir ketishim kerak bo'lib qoldi. Qaytganimda suhbatni davom ettiramiz. Allohning panohida bo'ling, dadajon. Qaytganingizda suhbatni davom ettirish uchun sizni intizorlik bilan kutib o'tiramiz, dadajon. Uni qayerga osib qo'yasiz, akajon? Bilmayman. Hammaga ko'rinib turadigan joyda turishini xohlayman. Hamma joydan ko'rinadi, akajon. O'zingiz ilib qo'yasizmi? Nima qilibdi? Nega oyijonimdan yordam berishlarini so'ramaymiz? Nima? Menga devorni yorib qo'yasiz demoqchimisan? Unday deganim yo'q. Yo'q, uni hozir o'zim ilib qo'yaman. Bolajonlarim, bu ishingiz bilan meni ranjitayotganingizni bilasizmi? Oyijon, meni kechiring oyijon. Ustozim bergan shahodatnomani osib qo'ymoqchi edim, xolos. Menga aytsang, o'zim ilib berardim. Uni devorga osib qo'ysam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lmayman. Bu sening shahodatnomang. Qur'on yodlaganing uchun senga mukofot. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman oyijon. Mana bunday qilib ilamiz. Juda ham ajoyib. Ana, dadangiz kelganga o'xshaydilar. Men eshikni ochaman. Yo'q, men ochaman. Hoy, talashmanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Dadajon, biz sizni kutib o'tiribmiz. Dadajoningizni tinch qo'yinglar. Biroz dam olsinlar. Hech qisi yo'q. Men bularga Alloh taoloning kalomini tushuntirsam juda xursand bo'laman. Qani keling, o'tirib bir suhbatlashamiz. Saud, gap boshlashimdan oldin yodlagan surangni bizlarga o'qib bermaysanmi? Xo'p bo'ladi, dadajon. Xotirjam o'tiravering, akajon. Qur'on o'qiyotganimda qanday o'tirishni bilaman. Qani o'qi. Tortinishga hojat yo'q. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Mashallah bolajonim. Mashaalloh. Saud, endi turib diskni qo'y, e'tibor bilan eshitamiz. Ha, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bunday deydi: Ey odamlar, qachon Qur'on o'qilsa, unga quloq solinglar va uni anglab olish uchun jim turinglar. Shoyat Allohning rahmatiga sazovor bo'lsangiz. Yaxshilab e'tibor bilan eshitamiz. Bismillahirrohmanirrohim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Bu oyatlarning ma'nosini bilasizlarmi? Bilmaymiz, lekin bilishni xohlaymiz, dadajon. Unda eshitinglar. Alloh taolo aytadi: Qul a'udhu bi robbin nas. Bu oyatda Alloh taolo suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib buyuryapti. Alloh taolo vasvasa qiluvchining yomonligini qaytarishga yolg'iz o'zi qodir bo'lgan zot va barcha insonlarning Rabbidir. Auzining ma'nosi sendan iltijo qilib panoh so'raymiz degani. Siz qanchalar zo'rsiz, dadajon. Sen zo'rsan qizalog'im. Sora qizim, barakalla. Bu sura panoh so'raladigan ikki suraning biri bo'ladi. Yana biri Falaq surasidir. Malikin nasi ilahin nas. Bu oyatlarda Alloh taolo qudratini va ulug'ligini ta'kidlayapti. Alloh odamlarning podshohi va ularning ilohidir. Undan boshqa haq iloh yo'q. Lekin Alloh saqlasin, odamlar ichida Allohga kofir bo'lganlar bor-ku. Ha, dadajon, axir kofirlar ham bor-ku. Shunday, Allohga kofir bo'lganlar bor, chunki ular Allohni ibodatga haqli deb bilishmaydi. Lekin aslida ular ham Allohning bandalari. Hammalarini Alloh yaratgan. Allohdan boshqa yaratuvchi yo'q. Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Alloh odamlarning podshohi. Davomini ham aytib bering, dadajon. Min sharril wasvasil xonnas. Vasvasa qiladigan va Alloh zikr etilganda qochib berkinadigan shayton. Nega bunday ajoyib ism bilan nomlangan? Xonnas. Chunki u maxfiy holda odamlarni vasvasa qiladi. Sen noto'g'ri ish yoki gunoh qilganingda bu shaytonning vasvasasi deb bilmaysan. U sen bilan gaplashib seni vasvasa qiladi, lekin sen uni eshitmaysan va bilmaysan. Xonnasning ma'nosi qochib, yashirinib oluvchi. Shayton seni doim vasvasa qilmaydi. Faqat Allohning zikridan g'aflatda qolsangina vasvasa qiladi. Men Allohni zikr qilsam shayton ketadimi? Ha. Allohni zikr qilsang, u sendan uzoqlashadi, chunki u Allohni zikridan qo'rqib uzoqqa ketadi. Endi Allohni zikr qilishni hech qachon tashlamayman. Har doim, har qanday holatda Allohni zikr qilaman. Yana ikki oyat bor. Uning ma'nosini hali o'rganmadik. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Odamlarning ko'ngliga yomonlik va shak shubhalar sochadigan insu jindan bo'lgan shaytonlar. Alloh bizni insonlardan yoki jinlardan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan himoya qilib saqlaydi. Men bu ajoyib surani yodlaganim uchun juda ham xursandman. O'g'lim, Allohning kalomini hammasi ajoyib va hammasi shaytondan saqlaydi. Ha, bu to'g'ri. Endi o'g'lim, Falaq surasini ham juda tezlikda yodlab olishing kerak. Shunda sen panoh so'raladigan ikki surani ham yod olgan bo'lasan. Men ham bu ikki surani yodlab olib, akamga yodlashga qarashib turaman. Alloh umringizga baraka bersin. La ilaha
ليلى 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 بين رياض القرآن شجر حلو الأغصان يتدلى منها ثمر كقناديل